sochini silliqdan ekan, davlatiga yaragan to'y kunini sanagan. Farhod akamni muqaddas opamni polvoni bugundan e'tiboran oq libosli go'zalimiz mana shu Umidaxonning suyungan sultoni Diyorbek ukamiz. Sizni nima deb ataylik? Opa roziman, gazini bosing desangiz, ishlaganlaringiz, o'tirganlaringiz, changitganlaringiz, yandirganlaringiz mana shu salomimga qo'shib aytay. Diyorbekjon ukamiz cho'ntagingiz to'lib istamaysiz. Sizga tegaman degan mahallangiz ham bor edi-yu, meni yonda qiz. Bor edi. Tillaringizda asar navbatingiz bor edi. Mana shu jo'ralaringiz ichida ham narmanligini hurmatingiz bor edi. Sizga tegaman degan, onangizga kelin bo'laman degan, xonadoningizga to'lin oyday to'laman degan baylarminalda ham qizlar bor edi. Changitingiz. Orol ko'chalar qolib, qirchak ko'chalarni changitdingiz. Hech kim bilmaydi deb o'ylamang, Telegramda, Instagramda ancha go'zallarni changitdingiz. Bugun esa mana shu ustingizda kiyov sarpoy yaltirab turibdi. Ishonavering. O'rtaga odam qo'yib Telegramda, Instagramda yozib ham sizga tega olmagan, yeta olmagan qizlar mana o'toyga kela olmasdan, mahallani boshida qaltirib